Termiz shahrida suv xo'jaligi sohasida bozor mexanizmlarini keng joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi Prezident farmoni mazmun mohiyatiga bag'ishlangan respublika seminari bo'lib o'tdi. Mas'ul tashkilotlar hamkorligida tashkil etilgan tadbirning amaliy qismi Termiz va Angor tumanlarida davom etdi. Tafsilotlar bilan muxbirimiz. Seminarda suv xo'jaligi, ekologiya, favqulodda vaziyatlar, qishloq xo'jaligi, kadastr tizimi va huquqni muhofaza qiluvchi organlar vakillari ishtirok etdi. Dastlab ishtirokchilarga suv xo'jaligi sohasida bozor mexanizmlarini keng joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi Prezident farmoni hamda suv xo'jaligida bozor mexanizmlarini joriy qilish davlat muassasasining asosiy vazifalari haqida ma'lumotlar berildi. Shundan so'ng suv obyektlari o'zanlarini qum shag'al materiallaridan tozalash, suv omborlari hamda sel omborlarining bo'shagan yerlarini ijaraga berish, noqonuniy egallangan suv fondi yerlarini xatlovdan o'tkazish va ularni qonunchilik asosida rasmiylashtirish masalalari muhokama qilindi. Farmon topshiriqlarini belgilab olish hamda farmon ijrosini ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Suv xo'jaligi vazirligi tomonidan Amur Surxon irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasida seminar tashkil qilinib, farmonning asosiy maqsad va vazifalari tashkilotlar doirasida muhokama qilindi hamda tushuntirish ishlari amalga oshirildi. Farmon ijrosi doirasida Suv xo'jaligi vazirligi huzurida suv xo'jaligida bozor mexanizmlarini joriy qilish davlat muassasasi asosiy buyurtmachi etib belgilandi. Suv fondi yerlarini qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirishda ijaraga berish hamda turizmni rivojlantirish bo'yicha sohil bo'yi mintaqalarida plyajlarni tashkil qilish bo'yicha yer maydonlari ajratish hamda xizmat ko'rsatish sohalarini rivojlantirish uchun yer ajratish belgilangan. Seminarning amaliy qismi Termiz tumanidagi suv omborlari va ko'llarda davom etdi. Unda suv havzalaridan samarali foydalanish, iqtisodiy samaradorlikni oshirish va yangi ish o'rinlarini yaratish bo'yicha amalga oshirilayotgan loyihalar taqdim etildi. Ishtirokchilar hududdagi mavjud imkoniyatlar bilan yaqindan tanishdi. 2026-yilda 150 kilometr mana shunday kollektorlarda, ya'ni yopiq tizimga o'tkazmoqchimiz. Seminar davomida Angor tumanidagi Navro'z mahallasi hududidan o'tuvchi markaziy suv tashlama zovur ustida bunyod etilayotgan ekoturizm saylgohi bilan ham tanishildi. Ishtirokchilarga ochiq zovurlarni yopiq hududlarga aylantirib, ulardan unumli foydalanish borasida Angor tumani misolida amaliy tavsiyalar berildi. Angor tumani Navro'z mahallasidan o'tuvchi markaziy suv tashlama zovurimizda ekoturizm saylgohi qurilish ishlari boshlangan. 1,5 kilometr qismida qurilish ishlari, betonlash ishlari davom etyapti. Buning ichiga ko'p qavatli uylar qurilishi rejalashtirilgan, mana qurilishlar boshlangan. Suv xo'jaligi tashkiloti tomonidan mikrogeslar qo'yilgan, soatiga 30 kilovatni tashkil qiladi. Mana Surxondaryo viloyati hokimimizning ham sa'y-harakatlari katta. 2025-yilda 14 kilometr ochiq zovurimiz yopiq qaynatilgan, 2026-yilda 150 kilometr rejalashtirilgan. Mana ishlarni boshladik. Kelajakda mana ochiq zovurlarni yopiq qaynaltirib, bundan ham ko'p ishlarni davom ettiramiz. Aytish kerakki, Prezidentning mazkur farmoni suv xo'jaligi sohasida bozor mexanizmlarini keng joriy etish, suv fondi yerlaridan samarali va maqsadli foydalanishni ta'minlash, sohada shaffoflikni kuchaytirish hamda aholi bandligini oshirishga xizmat qiladigan muhim huquqiy asos hisoblanadi. Belgilangan vazifalarning sifatli va o'z vaqtida ijro etilishi suv xo'jaligi obyektlaridan foydalanish samaradorligini yanada oshirish, davlat va jamiyat manfaatlarini ta'minlash hamda sohaning barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi.